Merhaba ballarım, tamam pişti. Orasılap seherde hemmimizni uyg'otdi, hemmimizni uyg'otdi. Dadam opam mehribon, bekmu yaxshi mijazi, bekmu yaxshi mijazi. Biz baxtiyor oila. Balalarning opsi qaymoq chayga bak usta, hammadan bak o'xshaydi. Albatta o'xshaydi. Bolalarning ramzi, go'yochilar bag'vatdek hammamizga yaraydi. Albatta yaraydi. Biz shodiman oila. Dadam o'zi tog'dek ochiq yomon, opam ko'kko'k amma mehribon. Dadam opam yo'q chog'da uyni qilamiz rosa, qilamiz rosa limon. Hey, hoş kapsiz ballarınıza. Umma kızım Şadiye, kapsiz oğlum İlgarcan. Sokuşupla yürüydü, yetişalmay her günü, yetişalmay her günü. Arslan bu qilishmoq, ishtiribda yuriydi. Aman akıl topludu, çoğ buludu bir günü, çoğ buludu bir günü. Aman akıl topludu, çoğ buludu bir günü, çoğ buludu bir günü. Bizdeki ya ay. Muzaffar, balan kursga qo'ysak bo'lamdiki. Kursqa? Ne kursqa? Sizma jamiyat bormi yo? Bag'mina. Hozircha atigan kashlik, shanba, yakshanbalik ta'tillik kurslar shunda jiq ichilib o'tibdi. Bu nima endi kursning jinchapis qoldi sizga? Bu bolalarning maktabda o'rganayotganini yetib osha, o'g'lini kichikroq mangsiga endi kurslar bilimning hammani qaplab amayli, ertaga uni mangsi pang portlab ketmasa yana. Men taxi birasining bir narsa o'rganib, mangsidan vang qilib yerilib ketganda anglab boqmadim. Elqa biz ishxonga aliyan bilsiz-ku? O'tgan biz uyga kelgan kichik o'g'linchi qarang, shanba kun tushdan burun ingliz tili kursiga, tushdan keyin kompyuterga, yakshanba tushdan burun muzikaga, tushdan keyin hanzu til kursiga beribdi. O seshanba kuni satrashlikqa, chorshanba kuni yog'ochchilikqa, seshanba kuni sirchilikqa dars. Oy bir gapni bir chaqchaq qilmay astoydil anglama. Ha, mana men astoydil. Akınçı qarang. Ishxonga akaptikan, hammamiz hangda bo'lib qoldik. Yo, Allah ishtama. Inglizcha deganni suvdek so'zlayotgan, hanzutsuga qat'iy chanmayotgan, kompyuterdan 2 daraj deydimi, 3 darajmi bo'ptimiz. Muzikani shunda pechal deydimi. Ha, ras o'tgan ras. Ay, yani ras. Uni o'ziniki orkestraga ishiltiman deb boshpalni izlab ketdi, shu kenda. Jami chaqchaq qarlashdimi? Men ama 3 balamni o'ylab, bu gapni anglab, ichimga o'tiraq qaynab, shunda qizib ketdi ichim. Ay, ishini qizib ketsa sovuq suv ichmanglar. Bo'lmaydi, ziyon qiluvchimi, zukam bo'lib qolasizlar deganlikka. Oy. Bir astoydilroq muomala qilib berma. Ish qilib bolalarni kursga bagin. Ha, unchalik ishni qilasiz siz.
Acha. Motom da biroq motma. Voy, bu men qo'ysam oladigan narsa. Oldi bir unutib ketdi. Ha, chiqib dadamni so'rg'ana dadam bildi men. Da bira. Bu mening yozgan bir mo'ji narsa bu menga boqib dadamni so'rg'ana menga. Totliq menga. Ma bilashdik. Ma. In the wake of the return of the crown jewels to a police station in North London, Pascal Gavard... Da. Moy sirgon chamaqman. Bu cho'qira. Apangni sog'ina bolam. Apang o'qituvchi bo'lgandan keyin birdan tushuntirib qo'ydi. Usta bunday narsa tushuntirishga. Siz bo'lganingda Mana sen yuzlayman, ha? Bitta qo'yan. Apangni sog'ina. Ha? Ay, chiqib qo'yib bo'lam. Voy, hisobni qilmay şey tushuntiribman. Tushunamiz. Ders o'tgan nemish qildigansa, jinim bolam, nemish qildigansa. Tushunamiz. Tushuntiribman. Bir mo'sh topshiriqim bor shu. Mana qilay bolam. Sen kirib o'qigaч to'g'ana men kichikgina mer qalmadlar zetyaptimi? Ko'rib sen tushuntirib qo'y. O çılmadığını sonra. Dadım okulunu sonra. Kaçtan? Saniye. Qaramşımın kichik o'g'limning o'ginishida yaxshi dedi ha. Men tuyuqsizlam. Baha o'ginishda tez cho'kib bordi qaram. Uni matematikani desda yo men tushunmaganman. Bir kun o'rtasam sinf mas'ul telefon qildi. Ha deb bosam so'zlab qoldi qaram. Baxijil bo'lib ketdi. Shunchinim Saniye. Bo'lsa bir yordam qilsam bo'pti-ki. Siz o'qituvchi bo'lgandan keyin bolalaringizning o'rganishi yaxshi bo'ldi-da. Uning ustiga sizning Arslan bilan bizning bolalar bir yillik emasmi? Siz bir topshiriqlarni bir tushuntirib qo'ysangiz, kelsin. Arslanmo tushuntirib qo'ysin, lekin Shadiya yaxshiroq. Shadiya tushuntirib. Mayli. Chap yaxshi. Shunday yaxshi o'qiyotgan bo'ldi, yo'qsiz unda o'qisa. O'g'il shu kapsiz olamdı ya. Çoğun fukurluk çıkan sıra kalız çiçek kitemdi. Yetişemeye kaldık, eskisi yok. Biz kaçarak kırs bulam? Abimiz erteden başlatacak. Dersten düşken mi kırsın? Teşekkür ederim. Hadi evde koyayım. Maqom. Rahmat. Benim kızsız. Oy, bir kinoni körey desem, yaman bir kızık kino getiren. Çayça. Ne bir kahvaltı gelme, dep. Çok yaxshi oldu canım. Rahmat canım Saniye. Oy ya. Oy, orak çıkıp ketdi. Bundaki nalar görürsün bana. Ha? Dep qo'ydingiz mı? Nimani? Men nim degan sizga? Endiga? Voy jinim Muzaffar, men necha kun ya sizga nim deyapti ben? Voy, shu nimda otgan bo'g'itdinglar? Ma oshxonaning turbisi buzilib qolgani 3-4 kun bo'ldi. Suv timib to'xtamayotdi. Tegiga chaynab qo'yib qo'ydim. Mushu gapni bir 50 qatim deganda men oz desammi, ha? To'la debmi, men qalbimdan bir qara teri tushib ketay dedi. Nimanda qilsiz? Voy, men maldiki xo'jalikning odamlariga 4 kun burun deb qo'ysam, at o'ngshab birimiz degan taq o'ngishmidimi? Unda atigicha chiqib o'ngshab bir. Sizning ertangiz tugicha men o'yin suv esib ketamki, Muzaffar efendi. Suvga ketmamdi. Bunda bolalar bilan beliqdek uzib o'ynaymiz. Aras. Aytmaylik yig'in kiyib borgan yangi ishchirimning tegini kesib dezmazab qo'ydinglarmi yo? Yaxshi, uni bir 2 yil saqlayman. Unutib qolibdiman. Unutib qolibsizlar.
Voycan, bilesiz o mektep barsam mektep kılsam cıfıkı, öyle gelsem o işini kılsam bu tutsa, bunu kılsam o tutsa, mağabanı besi tutsam, aban tutsa, aban besi tutsam, maksimum tutsa. Bo'ldi. Men gap qilmadim. Va. Gap qilmadim. Qaytib keldim oğlum. Ufukam kaçam mı yengiller? Kaçam mı? Mektepte iyilikler. Vay cık gap qilma ya, kiyimlerini almastıra oğlum. Mehmetço, siz bilen gap talashmayman. Ha, jigit. Kurs ko'rib gap bo'ldikmi? Ha? Ha, qandaroq? Apam go seni kursga burib. Xili murodiga yetdi. Ha? Qo'pa. Oğlum, qaytib keldingmi? Ha. A kursdagi ingliz tili ma'lumot darsini xili yaxshi o'tamdik-a? Voy, ture. Bir ikki kez ingliz so'zlab baqa, jinim bolam. Qo'pa. Ha, ma'qul. Depreya. Ha. I love you, you love me. Mana, obda o'g'ilibdi. I love you, you love me dedi. Yana bosh kursga safar qildim. Acaba bir amraq gels ana kurs yenimiga. Kurs amına olsun uzun bir oksul bulmandı. Gitme. Kursga men berib o'qisam, tamoqni sen etamsan, kirni dadang juyamda. Ha, shunda qilay. Men qilmagan shu qolgan. Ko'rmay baqilama, yamab qo'yay. Az qoldi. Tezroq bitirib o'tmasam, idoradagilarni aldiratgan turmuson. Qiziqcha demib berayman. Shunaqa qilinglar, qo'l bolasi qilibmanda. Ha, Zapel navbat bordi. Azon siltonlar. Sen uxlamabsan bolam. Topshiriqim tekishlab bilammidim. Ukan uxlabda. Xiltib qo'ydim. Apa, siz de uxlamabsiz-ku. Men hozir uxlayman. Bo'ldi, ishtirak yezib oldiroq yotda, jinim bolam. Ha, Xo'sh. Şadiye, apa? çiğiniz var mı kızım? Apa? Sırak bir narsa kirpesen. Yemsiz. Ems bekkeş kalmayı baldıra karamayın ha kızım. Polis bu yetmezsin baldır adamıyla. Makul. Hayırlı geç. Hayırlı geç. Bala uxlabaptimi? Ilg'ar uxlabdi. Arslan topshiriq az qapti. Shadiyam takrar qo'yibdi. Ya Allah. Hammamizga aramchilik bo'lmadi-ku.
baldır uxlanglar. Men mani bitirmesem bitiraman. Voy. İdare tapşırığı eserini yazıp oxumoqsiz. Nayt xatirda o'tirib kitap o'qib ketibsiz. Akşam keçeçi yazıp tüktürtüp, etigen idare tapşırıp verdim bu. Ha, nima bo'lsa, tugaganlar bo'lsa, choy iching. Vajab bir tam. Oy, bu çayını yutib demlegenmi yo oppoq o'tirdi bu? Olmi tatlığın bo'lmabdi bu. Demaydigan gapingiz yo'q. Hozir damlagan ham siz ustab qolasiz deb qo'yaveribdingiz. Birdan tam chiqsin. Raselqi. Assalomu alaykum. Ha, to'g'rimi Arslan dadisi? Ha. Ha? Saçxanda? Ne? Nima bo'pti-ki? Ha. Ha, ma'qul, men hozir boray, ma'qul. Ne, Arslan nima bo'pti? Saçxanda deydi, men berib ekillar ya. Yo'q, men boray. Bo'lsizmi, balla o'g'andiga o'tib qolgan hozir kelaman. Siz assalomu alaykum. Balam. Nima qilganing bu deymisan? Ha? Biz seni ingliz tili kursiga ketdi deb shunda xotirjam o'ttirsak. Sen to'rxonda nima bor? Ha? Bu yosh qo'rami to'shmagan bolalarning to'rxonga kirib o'ynashdan chekindiganligini sen bilmabsan. O'qituvchilaringni kim sen nechqatim deydiganda bu gapni? Ha? Jinim bolam. Dadamga saqchiqandan telefon ketdi. Men yurkim og'zim qaplashib qolayli dedi. Elimi yaxshi Ahmadiyat bozorlarini boshqarish idorasidagilar Saqchixon orqali biz bilan aloqa qilishibdi. Agar bizni topolmagan bo'lsa, sen bir ish o'qas biz qanday qildik, ha? Dapaqa. Mening shu ingliz tili kursiga borgim kelmay. Bağın kelmesin bizga chiral desang bo'ladi emasmi? Kulkunga pastık olmazsa? Yo'q. Nima ish o'qib olding buni? Shu bizni havlut kursi ma'lumimiz. Havlutchining juqrafiyasonga tilinglar ravom bo'ldi deyapti. Kim ko'rsanglar degan bo'g'itda? Yo'qotqanma. Balam saat necha bo'ldi? Mush kesmişde alıtağıl vaqirsa ama üstüdeki astidagi qo'shinlar qanday aram oladi? Voy, shu sizning umidingiz yerda qo'ymay deb musiqalar inglizini ta'minotman. O'rgansam bo'lsa loyiqliroq o'rganasajmi? Qara. Cho'ng'onda texnik ko'p narsa bilamdiki. Tabiat kuyi nasr. Ana tabiat. Ana tabiat. Sen benim anamsan. Anam bağrında üstüm yetildim. Ey ana tabiat. Bağrında men xuddi özümni ana quşqidiki o'siyotgan boladek. Tog'laringda qalidek. Nimadek? Ya qildek emas, onidek. Saat necha bo'ldi hozir, ha? Hey. Bu siz o diplomasiya musobaqasiga qatnashmoqchi mushunda vaqirg'in to'singiz, kaniyangiz yetib ketadi qizim sen bo'shroq. Allah, Allah. Ma bolalar nima bo'lgandi bugun? Anam sen, anam. Anam bağrında üstüm yetildim.
Arslancan, başka bir kaç küstü o? Kaçsı görmeydi. Aka. Aka, ya bir çeşit oldu bakar demiş. Aka. Bilen çocuk ne aka? Tantarbiya dersine şikkinci yıllık şikkin sınıf bilen kutluğum sağlığına düşken tok. Şikkin nül kişi atık bilen okuma. Oy maaşını kıla. Worse than I thought, Buff. Tavai has got some kind of laboratory set up here. God knows what kind of sick operation he's running. Kim var? Kaysalı var. Vay Arslan. Sen bakasın oğlum. Vay kulağım kızılıp gittiydi de. Uf. Ya Allah'ıma sonra kaçalım tüge. Taken some of my blood, Arslan. bastard. Uy, türe bir oğlum var ondan. Ben çok demiştim unutup kaptı be. Come on, my friend, I'll get you out of here before detective. Ne cidden çok da çıkamam pes küçük böyle. Aras. Tuzlu mu unutup kaptı be acaba? Tuzlu'nun içi kaldı ağaç. Bu ne? Bu ne oğlum bu ne? Otur şunu. Vay kulağım. Of. Muzlu teyelim. Tas kaldım ondan düşkünü. Bu ne oğlum bu ne? Uy otursan parkırapla bu ne? Ay ondan git beni kılıçmayı çoğulaştı. Erdi düştüğüm gün pazar verip gelse kırptık ya. Oyca abam bir muç kurslar tuzun tutuyor dediğine. Uyaya bağımsam tehi. İşte dersten çıkıp tamaklarımı yapıp yeni taşımak suyunu keyif yapayım. Of Pascal Boulevard. Papan qaytib keldimi? Boyam uni chiqqanda qilib o'tdi uni. Ne bo'ldi? Yomon jim ketibsan xudosh. Gaplar ne bo'ldi? Bilash olmadimi? Siz bağırmanız öyle. Ha? Bir hep şey. Arslan. Çokluyla tuzla çıktım oğlum. Bir. Şunun açarağında mıdır mı be? Ottağa akşamam sen. İyi balam ben bayağı da sizgin imdiden ha? Tuzuyla çokluyla kırdın mı? Bu sen işet müdürlü mü? Ottağa akşamamsın balam. Ya Allah, müşkün bir egizgen fakat almaydıgan bopsa. Oy, nimadan chiqib gap qilsangiz? Kut. Avtomat mandat itilmaydi. Vay, men bayatına sen ekretme kollarım üzülüp gitti dedi. Çoğunu unutup kaptıkken açık desem mi? Ama oturup da caydı. Ne oldu? Va işkanlı gözünü açışıvası yevtem tanla. Ne bo'ldi bolam maktabda bir ish bo'lmaganda sana. Bunun yan mektep bir iş yoktu mu? Bulam ne oldu? Mektepte biraz birinin değişip kaldı ama. Malma birinin dedim ya. Biraz bozak kıldım ya. Aynen siz de mektepte. İş bomba diye. Hem digine zat nima ish oldu? Meni faqat chidagijim qanmi desam, fuqislarga topshiriqni jiqiqidan. Bu hozir shanba yasham kun dam oladigan vaqtim yo'q qoldi hozir. Bu fuqamishimiz kecha topshiriq qilsang tugmaydi. Şu demir günleri keşke tapşırık işlep. Shu. Chidagijim qanmi deyman. Mening motorxon bo'lgan xatolikni yana qayta sodir qilgim yo'qdi da. Shunday rasgatni yetay. Shanba kuni kurslarga bormoqchi bo'ldi da. Uni uyda o'tirib tekrar qilsam bo'ldi-ku. Bormaydi-chi da. Bombayı. Hamma ras bag'is yo'qmi? Amsa öyle oturup topshiriqni ishlaysizlar. Bugundan boshlab kursga bormaysizlar.